Masalan, 30 yoshli insonlarda ma'lum bir kasalliklar hali yashirin holatda, hali o'zini namoyon qilmagan holatda bo'lishi mumkin. 50 yoshdan katta bo'lgan insonlarda endi ularda ma'lum bir kasalliklar xavfi o'ta yuqori turadi. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan juda ham ko'pchilik so'ragan savollarga javob beramiz. Ya'ni juda ham ko'pchilik men hech narsa bezovta qilmaydi, lekin qanaqa tekshiruvdan o'tishim kerak, nimalarni tekshirtirishim kerak, umumiy tanamni tekshirtirsam bo'ladimi, polni tekshiruv qancha turadi, polni tekshiruv qilsam bo'ladimi degan savollarni juda ham ko'p berishadi. Hozir men sizlarga har bir yoshga xos va mos bo'lgan check-up, ya'ni shu yoshda qanday tekshiruvlardan o'tgan ma'qul, shu haqida ma'lumot beraman. Birinchi navbatda eng avvalo shuni aytish kerakki, universal tekshiruvlar ro'yxati bo'lmaydi. Ya'ni 30 yoshda faqat mana bu tekshiruvni qilish kerak, 50 yoshda buni qilsa bo'ldi, yetadi degan holat bo'lmaydi. Chunki organizmning umumiy holati, tana vazni, hayot kechirishi, qanaqa ishda ishlaydi, jismoniy harakat bilanmi yoki o'tirib ishlaydimi, qanaqa xavf omillari bor, ota-onasida qanaqa kasalliklar bor, shularni barchasini inobatga olgan holda har bir inson uchun odatda individual, ya'ni maxsus check-up tuzgan afzal hisoblanadi. Shunda keraksiz ortiqcha tekshiruvlar qilinmaydi va zarur bo'lgan tekshiruvlar o'tkazib yuborilmaydi. Lekin odatda ma'lum bir yoshlarda ma'lum bir tekshiruvlar ko'proq o'tkaziladi. Masalan, 30 yoshli insonlarda ma'lum bir kasalliklar hali yashirin holatda, hali o'zini namoyon qilmagan holatda bo'lishi mumkin. Bunday yoshda yoshi kattalarda uchraydigan yurak qon tomir kasalliklari odatda kuzatilmaydi. Shuning uchun bunday insonlarda biz umumiy qon tahlili va qondagi qand miqdori, xolesterin kabilarni ko'rish bilan birga organizmning gormonal ko'rsatkichlarini baholashimiz, ya'ni qalqonsimon bezda o'zgarishlar bormi yoki erkaklik yoki ayollik jinsiy gormonlarda o'zgarishlar bormi, gipofiz gormonlari o'zgargan, o'zgarmagan, bularni tekshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi 40 yoshdan katta insonlarda, ya'ni 40 yosh paydo bo'lgandan keyin endi bularda tizimli o'zgarishlar paydo bo'lish xavfi yuqoriroq bo'ladi 30 yoshga nisbatan. Shuning uchun bunday yoshli insonlarda biz avvalo tekshirishimiz kerak bo'ladi ichki a'zolarni, ya'ni yurak, jigar, buyrak kabi muhim hayotiy a'zolarni bir ko'rikdan, tekshiruvdan o'tkazish kerak bo'ladi. Buning uchun EKG, UZI tekshiruvlari, ehokardiografiya kabi tekshiruvlar o'tkaziladi va bu yoshda ham albatta qalqonsimon bez faoliyatini baholovchi gormonlarni tekshiruvni o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda ma'lum bir kasalliklar bilan kasallanish xavfi bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Yashirin kasalliklar bor bo'lsa, ular aniqlanadi va organizm skriningdan o'tkaziladi. 50 yoshda esa bu oltin tekshiruv standartlari bor. Ya'ni 50 yoshdan katta bo'lgan insonlarda endi ularda ma'lum bir kasalliklar xavfi o'ta yuqori turadi. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklar xavfi, infarkt, insult xavfi, qandli diabet bilan kasallanish xavfi bularda yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bunday bemorlarda biz standart, ya'ni oltin standart deb ataluvchi tekshiruvlarni qilishimiz kerak bo'ladi. Bularda yosh kattalashgandan keyin saraton paydo bo'lish, ya'ni onkologik kasalliklar xavfi yuqori laganligi uchun bularda onkologiyani profilaktikasi, ya'ni skriningi o'tkaziladi. Bu ham oddiy tekshiruvlar, ya'ni ultratovush tekshiruvi yordamida barcha ichki a'zolar, masalan, jigar, buyrak, taloq, oshqozon osti bezi, qalqonsimon bez, yurak faoliyatini va ularda onkologik o'zgarishlar bor yoki yo'qligini aniqlab olish mumkin bo'ladi. Yurak qon tomirlarida infarkt bo'lish xavfi yoki bo'yin qon tomirlarini skanerlash tekshiruvi orqali insult bo'lish xavfi bor yoki yo'qligini aniqlab tekshirib olish mumkin bo'ladi. Albatta, bular bilan birgalikda qon tahlillari, ya'ni qandli diabet bor yoki yo'qligini aniqlash uchun qondagi qand miqdori, 100 dan oshiq kasalliklarni inkor qilish uchun umumiy qon tahlili va qonda xolesterin miqdorini baholash kerak bo'ladi.
Albatta bu tekshiruvlardan tashqari shifokorni ko'rigi kerak bo'ladi. Odatda kardiolog yoki terapevt shifokorga kirib, bemor dastlabki ko'rikdan o'tib, qaysi tekshiruvlarni yoshiga mos kerak ekanligini yozdirib olib, tekshiruvdan o'tishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari shifokorga ko'ringanda albatta qon bosimini, yurak urishi va pulsni, o'pkaning saturatsiya, ya'ni qonni kislorod bilan to'yinish darajasini va o'pkalarni auskultativ eshitib ko'rib, u yerda shumlar, shovqinlar, xriplar bor yoki yo'qligini tekshirtirib olish kerak bo'ladi va umumiy ko'rikdan o'tish zarur bo'ladi. Bunday tekshiruvlar agarda bemor dastlabki tekshiruvdan bir marta check-updan o'tsa, hammasi yaxshi chiqadigan bo'lsa, bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tish yetarli bo'ladi. Bordi-yu bemorda tekshiruvlar davomida qandaydir o'zgarishlar aniqlanadigan bo'lsa, ularga shifokor keyingi tekshiruvdan qachon o'tish kerakligi, u 1 oymi, 3 oymi, 1 yildan keyinmi yoki o'zi tekshiruv kerak yoki yo'qligini tekshiruvlar xulosasidan keyin shifokor bemorga aytadi. Agar siz ham o'zingiz yoki yaqinlaringizni tekshiruvlardan o'tkazib, check-up, ya'ni sog'lig'ingizni baholamoqchi bo'lsangiz, zamonaviy klinikalarga, jumladan bizni Hilol Med klinikamizga ham murojaat qilishingiz mumkin.